Bu videodan keyin tradingni boshlashingiz aniq menimcha. Xo'p, hozirgi tushuntirib beradigan temam tradingni qancha bilan boshlash mumkin, siz ko'radigan Instagramda yolg'onlar, boshqa narsalar. Например, tradingni siz boshlashingizga to'sqinlik qilayotgan muammolarni aytib beraman, yechimlarini ko'rib chiqamiz. Что ma'qul ko'radigan bo'lsa, bemalol tradingga siz ham kirishingiz mumkin, siz ham haqqingiz bor normal foyda olishga. Xo'p, siz Instagramda juda ko'p ko'rasiz. Misol uchun, ba'zi bir reklamalarni ko'rib qoldimda, g'alati reklamalar. Например, bu subyektiv fikrlarim. Endi mayli, ularni avtorskiy narsasini buzmaymiz-da, kimligini aytmaymiz. Xullas, siz Instagramda ko'rasiz, что dastavchilik qilib kuniga 200 ming, 300 ming ishlagandan ko'ra tradingdan kuniga $200 topyapman, boshqa qilyapman. Bu ishlarni qilyapman degan reklamalarni ko'rib qoldim. Keyin sadib yuraverasanmi? Buning normal ish qil. Tradingga o't, tradingda pul zo'r, boshqa rostdan kuniga $200 ham topa olasiz, kuniga $2000 ham topa olasiz. Lekin buni mehnatichi, boshqa narsasichi, shu reklamalarga uchib, shu mehnatini unutib qo'ymang. Обязательно hamma narsani nima deydi? Mehnat harakati bor, mehnati bor, boshqasi bor. O'sha misol uchun agar siz dastavchilik qiladigan bo'lsangiz, kuniga 200 ming topaman deb o'ylanib, shu yurib, misol uchun men bu trader kuniga $200 $300 foyda qilyapti, men nima qila olmayman deb o'zingiz oldingizda hurmatingiz hech qachon tushmasin. Ya'ni men nima eplay olmayman-da, rostdan misol uchun men eplay olmayapman, harakat qilishim kerak degan narsani o'ylang o'zingiz motivatsiyangiz uchun. Lekin sizga shashshingiz tushmasin buni orqasidan. Ko'pchilik shunaqa qilib noto'g'ri tomondan ko'rsatib qo'yadi tradingni. Keyin misol uchun qaysi bitta trader ko'rasiz, kichkina summa bilan katta summa topgan. Rostdan topgan shu pulni, lekin что uning uchun qancha harakat qilgan, shunga e'tibor berish kerak. Xullas, o'lchovi to'g'ri qilish kerak demoqchiman. Endi ko'pchilikda mayli, misol uchun tradingni boshlashga imkoni bor ekan, lekin ko'pchilik to'siq bo'ladigan narsa birinchi o'rinda avvalo siz aqlli qaror qilasiz. По-любому bo'ladigan narsa trading halol. Trading halol qachonki siz joiz yo'llarda, ya'ni spot kontraktda to'g'ri tovarlar bilan qoidalarga asoslanib ishlasangiz. Agar trading nojoiz, to noto'g'ri yo'llarda ishlasangiz. Endi men shu to'g'ri deyapman, lekin bu narsalarning asosi bor. Men qanaqa ulamo emasman. Lekin shu gapirayotgan gaplarimni ham, boshqalarning hammasini shu ilaydan o'tkazib, misol uchun o'zim nima gapirayotganimni bilib turib, shu tushuntirib aytyapman. Ya'ni tradingning halol yo'llari yoki shu noto'g'ri bo'lgan yo'llari bo'yicha qaysi yo'l to'g'ri, qaysi yo'l noto'g'ri, bu bo'yicha O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan suhbatlashgan holda hal qilib olganmiz bu narsani. Men misol uchun tajribam yaxshigina 3,5 yildan beri bu sohadaman. Bu narsa g'alati eshitilishi mumkin. 3,5 yildan beri bu sohadasiz. Misol uchun 7 yillik treyderlar hech narsani bilolmayapti, 8 yillik treyderlar ham bu narsani ajrata olmayapti deyishingiz mumkin-da. Ular ajrata olmayapti, lekin men emas. Shunga o'xshash narsa. Hozir trading rivojlangan. Bu yerda siz savdo qilishingiz mumkin, ya'ni men ko'rsatma berib ketaman. Forex, aksiya, kripto. 3 yo'nalish bor. Forex O'zbekiston musulmonlar idorasi nojoiz degan, men bu fikrga qo'shilaman. Kriptovalyutani hozirgi vaqtda ixtilofli deyishadi. Atak misol uchun shu masalada qolib turamiz, ya'ni kriptoga aralashmay turamiz. Aksiya temasi, aksiyalar bilan spotda savdo qilish. Men shu yo'nalishda to'g'ri deyishgan, shu yo'nalishda ishlayman hozirgi vaqtda men. Boshqa shu qoladigan aksiya temasi. Xo'p, endi to'g'ri yo'nalishni boshlamoqchisiz, ya'ni aksiya savdosini tanladingiz deylik. Bundan yaxshi daromad olishni rejalashtiryapsiz. Ammo bunda o'ylab qaraganda o'ylashingiz mumkin, Apple kompaniyasining aksiyasi o'zi misol uchun $250 bo'lsa, Tesla'niki $400 bo'lsa, boshqa bo'lsa, men uni qayerdan sotib olaman deb o'ylashingiz mumkin, lekin o'sha katta ko'rayotgan kompaniyalarni ma'lum bir qismini sotib olsa bo'ladi. Misol uchun bitta kompaniya aksiyasi $400 mi? Siz $100 ga 4dan birini olishingiz mumkin, yoki 10dan birini olishingiz mumkin $40 ga. Xuddi shunga o'xshash narsa. Yoki penny stocklar degan narsa bor, ya'ni $5 dan narxi past bo'lgan aksiyalar. Arzonroq aksiyalar bilan savdo qilishingiz mumkin. Hamma imkoniyat bor, lekin o'ziga komfort yaratib ishlasangiz bo'ladi. Imini aksiya temasida, ya'ni Amerika fond bozorida $100 bilan ham boshlashingiz bo'ladi, $50 bilan ham investitsiya qilib, aksiyalarni sotib olib, olsot qilish boshlasangiz bo'ladi, lekin bu pul bilan zo'r pul topa olmaysiz. Yaxshi foyda ko'ra olmaysiz. Shunga yarasha bo'ladi, obrotiga yarasha bo'ladi foyda. Boshlab olish uchun yetarli deb o'ylayman. Misol uchun kattaroq summa bo'lsa, misol uchun $10,000 bo'lsa, 20,000, 30,000, imkoniga qarab kattaroq summa bo'ladigan bo'lsa,
shunga yarasha doxod bo'ladi. O'rtacha mani imенно shogirdlarim olayotgan natija, boshqa kishilar olayotgan natija o'rtacha 10-12% doxod qilsa bo'ladi. Endi bu ishlashga qarab to'g'risi, misol uchun ba'zi oyda 40-50% bo'ladi men o'zimda ham, ba'zi oyda 7-8% bo'ladi, ba'zi oyda 3%, har xil. Misol uchun ishlashga bog'liq, savdoga bog'liq, ko'proq o'zingizga bog'liq, sizni nafsingizga, psixologiyangizga bog'liq. Eng qizig'ini aytaman, 200 ming so'm bilan ham investitsiya boshlash mumkin. Именно bu O'zbekiston fond birjasida bo'ladi. Misol uchun siz O'zbekiston fond birjasida ishlashni boshladingizmi, boshqa qildingizmi, nima bo'lgan taqdirda ham eng asosiy muammo yoshlarni adashib qolayotgan yoshlarning muammosi noto'g'ri ustoz tanlashlik. Bu gap bilan men ma'na tanlang yokida unaqa qiling demoqchi emasman-da, lekin normal ustozlar bor-da, men hurmat qiladigan ustozlar, именно soha bo'yicha yaxshi ekspertlar bor. Shulardan dars olishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin endi bu qanaqa tema, misol uchun hozir unaqa qiling, bunaqa qiling desam g'alati eshitilishi mumkin, lekin baribir shu ehtiyot bo'ling. Sodda qilib aytaman, ehtiyot bo'ling. Yaxshilab o'ylab ko'ring bu narsani. Noto'g'ri ustoz tanlash deganda nima? Ko'pchilik bilmasdan shu noto'g'ri yo'nalishlarni sizga to'g'ri yo'nalish gazini bosib qo'yadi. Yaxshi foyda kelyapti deb boshqa deb qo'yadi. Shuni orqasidan ergashib siz ham noto'g'rilik qilib ketib, yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Agar immuniy aksiya savdosi bo'yicha, ya'ni Amerika bozorida joyli aksiyalarni savdo qilish bo'yicha noldan shu o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu kurs o'qimoqchi bo'lsangiz, shaxsan meni kurslarim mavjud. Bularni o'ylab ko'rishingiz mumkin. Endi bu videoni tayyorlashdan maqsad kurs reklamasida deb o'ylamang. Balki может bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha men sizlarga shu sohani misol uchun tushuntirib ko'pchilikga foydam tegsin deyman. Chunki ichkari kirib adashib yeb qo'yayotgan juda ko'p. Tanishlarim orasida ham, begimlar orasida ham juda ko'p. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Endi menimcha tushunarli narsa bo'ldi, konsultatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Shu boshlashga yo'nalish tanlashda qiynalayotganlar uchun xohlasangiz umuman aksiya temasida shu blog kuzatmoqchi bo'lsangiz, meni Instagram, YouTube, Telegram hamma joyga kuzatishingiz mumkin. Lazizxon trader deb shu qidiradigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarni kelib chiqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, podpiska bosing. Men to'g'risi like, podpiska unaqa deb o'tirish niyatim yo'q. Ma'qul kelsa bosing, kuzating, gazini bosing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yesi fikrlar bo'lsa kommentda kutaman.